Bu do'mni ko'ryapsizlar, bu do'mni qanaqaligini, bu taxtali do'm hisoblanadi. Naqadar xunuk bo'lmasa, lekin bu eng zo'r investitsiyalardan biri hisoblanadi. O'rtoqlar qaranglar, bu deriveshga do'mlar hisoblanadi. Bular 66-yil qurilgan, hozirgi kunda sinusga tushgan. Endi esa bular buzilgandan keyin nima bo'ladi degan savol tug'diradi. Mish-mishlarga qaraganda yangi mahalla turar joy kompleksidan bularga xonadonlar ajratiladi. Uy buzilganligi yo'q edi. Pul bilan kompensatsiya qilishar ekan. Mana bu xonadonga kirib keluverish bo'lyapti. Bu yog'imiz mana koridor bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bu deriveshkalar ichida eng ulug' chunki planirovkasi hisoblanadi. Ya'ni duh podezd, ikkita podezdli bo'ladi. Mana bularni ajratib turadigan tarafi mana bu sanuzilimiz bo'lyapti. Hojatxona bilan vanna bo'ladi, alohida bo'ladi. Qo'shimchasiga bularda mana oldin vodogreyka bo'lardi. Bularda hozir Ariston, Zavodskoylarda vodogreyka degan narsa bo'lardi. O'shani qilib qo'yilardi. Endi bu yoqda koridordan kirib kelaveramiz. Bu yoqqa o'tganimizda bu oshxonasi bo'lyapti. Oshxonada qaranglar, mana bu yerda elektr plita turibdi. Bularning gazlilari ham bor. Bu sanoqli do'mlarda, bu taxtali uylarda bu gazsiz bo'ladi deb o'ylamanglar. Hammasi ham ba'zi bir do'mlarda gazlilari ham bor. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu kladovkasi bo'ladi. Lishniy narsangizni qo'yaverasiz. Mana bu detskiy xona. Detskiy xonamizni bu yoqqa o'tganimizda mana zali bo'lyapti. Zalimizni ham ko'ryapsizlar, top-tozagina, ozodagina shundoq kirib yashashga tayyor holatda. Kredit olmasdan o'zim uchun yashayman, olaman deganlar uchun bu zo'r variant hisoblanadi. Qo'shimchasiga bu eng zo'r investitsiyalardan biri. Ertami kechmi baribir bu uyli buziladi. O'sha buzilgandan keyin hozir aytishayotgandek qilishyapti. Mana bu yangi mahalla proyekti bor, Novostroyka o'shalardan berishadi. Yoki pul bilan kompensatsiya qilishadi, yer bilan deyishyapti. Endi mana mish-mishlarga ko'ra bu fakt emas. Bu xonadonimizni esa narxi 31.500 so'ralyapti, ya'ni joyida kelishiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosib, kommentda bitta olovcha ham bosib qo'yinglar.